Karpoviy spinning ishlatadiganlarda uchraydigan 1-2 xatolar. Bu nima? Buni hozir ko'rib chiqamiz. Yaxshi qarmoq yaxshi kutishga qo'yishadi, lekin xo'reni xohlagan masofaligiga otib yetkazisha olmaydi. Buni sababi ko'pincha qalin ip o'rab qo'yishgan bo'ladi. Ko'pchilik bunga ahamiyat bermasdan qarmoqni alishtirishni boshlaydi. Bu baliqchilik uchun katta rasxod, chunki karpoviy qarmoq kichkina summa turmaydi. Baliq ovida mana shunaqa mayda-chuyda narsalarga yaxshilab ahamiyat bering, rasxodingizni kamaytirib, foydangizni ko'paytiring. Bizga mijozlar qarmoqni olib kelishganini ko'ramiz, ko'pincha 4 li yoki 5 li ip o'rab qo'yishgan bo'ladi. Bunaqa qalin ip bilan xo'ralaringizni uzoq masofaga yetkaza olmaysiz. Bizga ko'pincha 20, 25, 30 gacha bo'lgan iplarni tavsiya beramiz. Ipingiz ingichka bo'lgani sababidan xo'rayni yengillik va osonlik bilan uzoq masofaga yetkazsangiz bo'ladi. Keyin qarmoqni boshiga 5-10 metr qalin ipdan shock leader bog'lang deb maslahat beramiz. Ana o'shanda katta baliqni ham bemalol olib chiqishingiz mumkin bo'ladi. O'zingiz xohlagan masofaga xo'ragingizni otsangiz ham bo'ladi. Xo'rayni otganimizdagi birinchi kuch shock leaderimizga tushadi. Shuning uchun biz bunga 10 metr qalin ipdan shock leader qo'yib qo'yganmiz. O'zi bu shock leader nima? Bu qanaqa yasaladi? Qanaqa ulanadi? Buni bilmaydiganlar bo'lsa kommentariyaga kirib shock leader deb yozib qoldirsangiz, agar bilmaydiganlarning soni ko'p bo'lsa, biz buni yasashni, qanaqa ishlatish, foydalanishni ham to'liq video qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Agar ozgincha bo'lsa ham foydali maslahat bergan bo'lsak, like bosib, podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.